Bugun umrimda birinchi marta ukamni qo'lidan ovqat yeb ko'rishim. Kimga maza, menga maza bo'ldi. Ertalab soat 9 da tursam, erim o'sha ilik sho'rvachalarni solib qo'ygan ekanlar. Rovno soat 12:30 da shunaqa ilkillab pishibdi o'zi ham. Mana shu eski nonlarni tezdagina to'g'rab duxovkaga tiqib yubordim. Issiqqina non chaqib tashay dedim, chunki uyda bittagina noncha qolgan ekan. Sho'rva bilan yaxshi ketadi-da. Sut, sariyog', ozgincha sedana soldim, droji, tuz degandek qilib kelinim bir pasda xamir qilib tashladi. To'rttagina suxariki shu endi listda turolmaydi-ku, tarelkachaga solib qo'ydim. Ukam bizga mehmonga kelib qoldi. Shunaqa xursand bo'lib ketdik. Ukam uylansa qaynonasi rosa yaxshi ko'radigan kuyov bo'ladi-da. Har safar ovqat ustiga keladi. Erinibgina turgan edim, chunki bolalarga sushi qilaman deb bergan edim-da. Ukamni bir pasda ishga soldi. Bechora ukam umrida ovqat qilib ko'rmagan bo'lsa kerak. Krabovoy palichkani bitta yeb ko'raychi deganda, umuman yoqmadi ukamga. Ko'zimga bir ham chiroyli ko'rinadi, ukam. Sushini retseptini so'rasalaringiz, boshqa videoda polniy chiqarganman retseptini. Qizlarimiz tog'asini umuman qo'ymaydi-da. Qarasam qanaqadir o'yin o'ynashyapti ekan. Mana esa sushini shunday duxovkaga jo'natib yubordim, u bular yoniga yugurib keldim. Sirchalari plavna bo'lib sushimiz shunaqa zo'r chiqdi. Tog'asi ketgandan keyin asta dadasining yoniga o'tib oldi qizlarimiz.